Javohir Sindarov xalqaro turnirda qancha pul ishlab topgani e'lon qilindi. AQShning St. Louis shahrida o'tkazilgan Senkufeld Cup 2026 turnirida o'zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov kuchli uchlikdan joy olib, bronza medalini qo'lga kiritdi. Turnirning so'nggi 9-turida Sindarov qora donalarda Wesley So bilan durang o'ynadi. Barcha partiyalar durang bilan yakunlangach, So va Ramesh Babu Pragnanandha tie-breakda kuch sinashdi. Armageddonda So g'alaba qozondi. Wesley So $103,125, Pragnanandha $100,937, Keymer $65,937 mukofot oldi. Javohir Sindarov esa $58,125 ishlab topdi. Musobaqaning umumiy mukofot jamg'armasi $475,685 tashkil etdi. Yanada ko'proq moliyaviy xabarlarni Kapital.uz kanalida kuzatib boring.